o'zbeklarni yerga urishmas. O'zimiz tepaga olib chiqish. Undan ko'ra O'zbekistonda bo'lgan yaxshi narsalarni videoga olib chiqarish kerak. Santa normalniy bolalarni, nima ish bo'lganlarni yaxshi narsalarni chiqarish kerak. O'zinglarni yerga urib, banda delovochilik qilib, kerak emas u narsa yig'ishtirlar, Oma aka, birat vahsha zo'r gapiribsiz. Malades oma aka. Shunaqa yozib turinglar, bu hammasi pikaman. Aka gapingiz to'g'ri. Hammasi bitta yig'ilgandan keyin hammasi ko'tini qisib chekiga jilishadi aka. Gapingizga qo'shilaman. Malades akam, zo'r gapiribsiz oma. Malades. Mana men ham mana oshnamning gapiga qo'shilaman. Akani gapiga qo'shilaman. Prosta keragi yo'q narsa akalar bular. Sizlar u yoqda turib olib, bu akamiz to'g'ri gapiryapti. Musofir yurtdamiz biz. Misol, hamma dunyo bo'yicha hamma bu yerda bo'ladi-da u narsa. Ko't deyish ham gunoh bo'ladi lekin. Prosta akalar, kallanglarni ishlatib olinglar. Keragi yo'q bu narsalarni. Oxiri bora millat purush olib qolamiz-da. Nima bo'ladi boshqa? U akamiz ham to'g'ri gapiryapti. Misol biz ota-onamiz sotib olgan emas, Andijonda yo Namanganda. 100% qo'shilaman bu gaplarga. Prosta nima desam bo'ladi? Oxiri borib bu narsa urushga aylanadi. U o'zimizda vahshiy bo'ladi. U to'g'ri gapirishyapti hamma. Boshqa nimalar ko'rib biz ustimizdan kulyapti. Musofirlikda ko'p narsa bo'ladi. Misol mana biz ham musofir yuribmiz. Bilad bor akalar, Namanganlik akalar bor. Bir normalniy отношение qilgan misol. Hozir ashlar bilan biz uje ko'cha-ko'yda uje deb o'tib ketadigan bo'lib qolyapmiz-da. U bilan bo'lmaydi akalar. U telefonda videoni chiqarishdan maqsad u biz o'zimiz reklama qilib yo boshqa qilib emas. Prosta nima desam bo'ladi? Endi so'kini bu buyni amiga tiqib yuboraman, sikib yuboraman, o'rta qo'limni tiqib olaman. Bu yoqda bittasi dadayman deydi, bittasi bu yoqda sotoqozingni esla deydi. U vahshiy, u keragi yo'q, Oxiri bora buni oxiri to'pi. Vahshiy to'pi. Keragi yo'q akalar. Maslahatim telefonda unaqa so'kinmasdan bir-birimizga dastonli bo'laylik, hamma chiroyli bo'ladi.